Soat 9 bo'ldi. Hammaga xayrli tong. Salom do'stlar, men sizlar bilan Koroleva MC. Nima? Opa, ishni qilmaysizmi albatta? Ish yo'q. Men do'stlarim bilan salomlashib bilan. Salom do'stlar, sizlar bilan Koroleva MC va Murodbek. Bu meni ukam bo'ladi. Do'stlar, opamning kanaliga podpiska bosinglar. Like-chi. Like-chi. Men hammasini qilib, qo'ng'iroqchani ham bosishlardan chiqmasin. Bu videomiz juda qiziq bo'ladi. Yeyishga bir narsa olib oling. Men Murodni olib oldim, ukamni. Yoqimli ishtaha. Men seni yeyman. Qo'rqib ketyapsanmi? Mana qishloqqa sizni ekinlaringizni qilyapti. Men buni ijaraga oldim. Hech opamni qiladi. Ya, men qilmayman. Men buni qancha pulga sotib olganman. Men buni ozgina sotib oldim. Mer aytdi, biroz qilib tursin deb men odpiskaga chiqdim. Xullas, do'stlar, men charchadim, shunga odpiska oldim 1 oylik. Men esa har doimgidek. Buni ishi o'zi nima? Bu mashinlarni qo'riqlaydi. Shu qo'riqlaydi. O'zi hech qachon hech kim kelmaydi, ammo baribir qo'riqlaydi. Bir narsa bo'lsa, shu javobgar bo'ladi-da. Opa, o'zim mana shu joyda necha yildan beri ishlayapman. Ancha. Yo'q, qanchadan beri ishlayapman o'zi? 6-7. Ha, shuning uchun menga yangi qilich bermoqchi. Zo'r kiyimlar ham bor, do'stlar. Borib kelay merning yoniga. Qo'y. Merning oldiga ketyapsan. Mayli, qandaydir xabar bo'lsa menga ham ayt. Mayli. Men esa uyimda o'zgina yangi sotib olgan iPhone 17 ni ko'raman. Tavba. Do'stlar, qaranglar qancha qimmatda bizlar iPhone 17 Pro Max. Maza qilyapman. Maza qilib telefon chiqarib o'tiribman. Opa! Kim baqiryapti? Opa! Hey, oynaga qarang. Eshigimni oldiga kel. Opa. Mer aytdi. Ertaga bugun kecha bo'libdi. Qishloqlar yo'qolibdi. 2 ta qishloqi. Qanday yo'qoladi? O'ldi. Ha, do'stlar, sizlarga esimdan chiqibdi. Men ham boya telefon chiqarganimda ko'rib qoldim. Paydo bo'libdi, opa. Unaqa emas. Boya men telefonda ko'rdim internetdan. Qandaydir shaxsmi, kimligini hech kim bilmaydi. Shu 2 ta qishloqni bugun bizning qishloqdan o'ldirgan. Xo'sh, nima qilamiz? Opa, yana bitta yaxshi narsa bor. Menga mana uni qarang, endi menda ovqatdan yovvoyi qo'ylarni bitiraman. Go'sht tayyor. Ha, uka, bugun sen qo'riqlashingni aytdim, Mer. Shunaqami? Chunki shunaqa vaziyatda faqat qo'riqla, bugun kechasi uxlama deydi. Men senga yordam beraman. Mayli. Meni ham 1-2 ta bronikim bor edi, oldinlar qachonlardir olgan bo'lsam yoki mana shu ukam bergan bo'lsa. Lekin qilichim yo'q, kamonim bor, jang qilishni yaxshi bilmayman. O'qingiz nechta? 13 ta. Mayli, mana men sizga beraman. O'g'lim. Merdan yaqinda yana mana shu jang tugasa. Ovqatingiz ham bor, a? Ha, nonim bor. 7 ta olsam yetadi. Men bitta olib yuraman. Oho. Uka, men senga qilichmi yoki kamon? Qiliching yo'qmi ortiqcha? Qilichim bor. Sal eskiroq. Mayli. O'qingni ishlatma. Mayli, bugun kechgacha xonada dam olsak bo'ladi. Sen ovqat o'yla. Menga uni qidiray. Uni qidirma, kechasi. Yo'q, qilichimni. Ha, qilichingni, mayli. O'zimga opa. Eski qilichni olaman, eskisi sal yaxshiroq edi-da. Mayli, sen menga yangisini ber yoki men bugun sotib olaman internetdan. Ushlang. Opa,
Mashq qilyapman, nima? Men ularda mashq qilay. Oh, rahmat, men boydan beri yugurib yurdim. Bular yonishdan to'xtamaydimi? To'xtaydi. Nima? Menga suvsizni berishibdi. Bor, yana 10ta. Okey. Ketdik. Opa, yopa mana qo'yib chiqdim, qarang. Bizning qilichimizga shunday ekan, lekin bular aslida emas, mana. Qo'lda qilaylik. Mayli. Ayoq, qiling, menda yana 64 ta bor. Qilichda. Ko'p qo'yib, men hozir mashq qilaman. 64 ta o'rgansangiz bo'ladi. 64 ta bo'ladi, stoykalar 95. Ko'chishyapti, tez qilish kerak. Bunaqa ko'p qilding. Mana men ham o'zimni mashq qilaman hozir. Oppa. Oh! Uzoqdan otish ancha o'rgandim. O'qlaringiz bor-a? Ha, ya meni kamonim Nechta qildi? 12 ta. Men 62 ta. Ber. Oh, juda zo'r bo'ldi. Bosh qismidan chala. Oh, uka bo'ldi. Kech tushdi. Bular turaversin, chunki bularni oldiga kelganda kim bo'lsa ham ancha chalg'iydi. Chalg'iydi? Ha, chunki bu yer Yo'q, juda ko'p. bular urushmaydi, unda bizga zarar beradi. Unga ham, bizga ham. Plyus ham bo'ladi, minus ham. Mayli. Oxirgisini qoqib tushiraman. Bo'ldi. Yaxshi. Endi qo'riqlab chiqamizmi? Ovqatingiz bor-a? Ha. Men uyimdan bor ovqatimni olib chiqay. Mana jitelni himoya qilaman. Jitelni bolachasini. Uyingizga kirib ketdi. Ha, mayli, u qo'rqqandir hozir. Uxlay qolsin. Ana chalay. Chal. Hamma bu jitelni men taniyman. Unga bugun aytdim, chunki uni hozir ota-onasi shaharda edi. Ish bilan ketgan edim. Uyda bir o'zim qo'rqaman deganiga mening uyimga keldi edim. Opa. Ha. Sizga meruni shaharda emas. Ha. Просто unga mashinada degan edim. Uncha yosh va bunday siqilinch. Men aytmoqchi gapni bu eshitsa. Ha, bo'ldi, tushundim. Uka, sen xonangga borib tur, men shu yerni qo'riqlayman, ozgina dam ol. Xo'p. Do'stlar, bu yerda mashq qilyapman, men qotilni kutyapman. Qo'ng'iroq keldi. Alo. Ha? Opa, Ha? yotavering, uy yo'q. Ha, hech kim yo'q, baribir uxlay qolayin. Hech kim yo'q-ku, jitel bolachasi turar. Uxlayin. Uyqum kelmadi. Do'stlar, zerikdim. Nimalardir qilgim kelyapti. Nima? Kim bu? Kimdir ko'rindimi ko'zimga? Kimdir bormi? Uka. Ko'zimga ko'rindi. Hech kim yo'q-ku. Yaxshi joyimga borib yota qolayin. Mayli, ertagacha bir gap bo'lar. Do'stlar, nima bo'lsa ham mayli, tong otdi-ku. Boya ko'zimga bir abetdek ko'rindi. Ukamning oldiga boray, shu payt turadi. Uka. Iya. Hoy bola. O'lgan. To'xta. O'lgan. Yuragi urmayapti. Kecha ukamning oldida edi. Ukam o'ldirmaydi. Yo'q, ukam kecha. Do'stlar, sizlarga aytmadim shekilli. Kecha kechqurun 12:00 men yana Murodga qo'ng'iroq qildim va u
aytdiki, men ko'chani qo'riqlayman. Xonamda bitta bolacha yotibdi. Shu yotaversin dedi. Murod o'ldirmaydi. Murodning o'zi ham yo'q-ku. Xo'y, sen eshitdingmi? Nima bo'ldi? Hozir qishlog'imizda juda ko'p odamlar o'lyapti. Qanday qilib? Qandaydir qotil bor. Kimdir uni ko'rdim dedi, kimdir yo'q dedi. Kimdir ko'rganim yo'q dedi. Ha, men ham eshitdim. U odamlarni o'ldiribdi. Bugun necha kishini o'ldiribdi? 2-3 kishini o'ldirishi kerak. Bilmaymiz qayerda. Hechimsin. Murod nima bo'ladi, Murod? Men o'zimni xuddi kimdir oldimdan o'tib ketayotgandek, xuddi kimdir menga tegayotgandek bo'lib ketyapti. Mayli, kechgacha bir gap bo'lar. Do'stlar, shu joyda video tugaydi. Juda qiziq bo'ldi, tushunaman. Shu joyda video tugaydi. 3 ta likedan keyin keyingi qismda chiqaramiz. Hammaga xayr, Karli MC va men ukam bo'ldi.